Shu yuzdagi gurili ham jonga tegib ketdi-yu. Nimadir qilsa bo'ladimi aka? Bitta iloji bor-u, bo'ldi. Yo'q qilamiz. Buning uchun bizga bitta bodring va yarimta qizil olma qo'shamiz. Va bitta nordon limonni suvini siqib yuboramiz. Va bir qoshiq sirli mahsulotdan qo'shib yuboramiz. Nomini bilsanglar, kommentariyga yozib yuboringlar. Va 4 ta 5 ta barg ismaloq qo'shamiz. Va ozgina zanjabil qo'shib olamiz. Va 200 ml suv bilan hammasini aralashtiramiz. Kokteyl tayyor, aka. Sal nordon emasmi? Foydasi ham o'shanda-da. Tushunarli. Rahmat aka. Agar o'zingiz maslahat tindiq bo'lib, yaltirab yurishni xohlasangiz, aynan shu kokteylda maslahat beramiz. Bu videoni 100 dan ortiq chiqqan tanishingizga yuborib qo'ying va bunaqa foydali kontent uchun obuna bo'lsangiz chiqmasin.